Toshkent shahridan 20 ming dollardan 2 sotuvli yer topib qo'ydim. Lokatsiyalari ham zo'r, ko'chalari asfalt, ko'ryapsizlar, vodniyni domlari. Bektemir tumanidamiz, Majnuntol mahallasidamiz. O'rtoqlar aynan shu ko'chada, tupik ko'chada o'zi 2 sotuvgina yer qolgan, ana o'shani sotishayotgan ekan. Narxlarni ham kelishtirib savdolashdim birinchi bo'lib o'zim. 20 mingdan yana ozgina o't beraman dedilar. 2 sotuv shikalat joy. Mazaq yashayman deganlar shunday olasiz. Orqa taraflari kengroq ekan, bir etaj qurib mazaq yashasanglar ham bo'ladi. Qushga ham kamroq pul ketadi. Xo'p, sizlar Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Kanalimga obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib oling, chunki arzon, yaxshi joylardan zo'r yer, zo'r xonadon, zo'r kvartiralarni qo'yib boryapmiz. O'tkazib olishingiz mumkin obuna bo'lmasangiz. Instagram, Telegram kanallarimni ham sirkalari video opisaniyasida bor. Qo'shilib olinglar. Ketdik birgalikda yerni ko'ramiz. Xo'p, tupik ko'cha o'zi 5-6 ta qo'shni bor ekan. Qo'shnilar yaxshi, ahil, qarindoshlar dedilar. Unaqa deganlar yo'q dedilar. Kelishib mazaq yashasanglar bo'ladi. Mana bular ham chiroyligini qilib uy qurib qo'yishgan. Xo'p. Aynan shu oxiriga yetmasdan 2 sotuvli joy. Menga ham shunaqa Toshkent shahridan zo'r joylardan yerlar, uylar nasib qilsin deb kommentariyaga yozib yuborgan har bitta obunachimga bundan zo'r joylardan, tayyor uylardan nasib qilsin. Shu 2026-yilda duo qilib qo'yinglar, menga ham nasib qilsin. Allohu akbar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Kelinglar. Xo'p, mana shu daraxtdan o'tishimiz bilan aynan shu shilaka blok bilan to'silgan joy sotilyapti. 2 sotuv, taxminan 10 metr ekan, bu yoq tarafi, orqasi sal kengroq ekan. Mazaq yashash uchun zo'r joy. Kelinglar, ichkarini ham men sizlarga ko'rsataman. Videoni uy joy qidirgan yaqininglarga podlista tugmasini bosib, jo'natib qo'yinglar, ular ham ko'rib, kimgadir foydasi tegib, kimdir uyli, joyli bo'lsa, men xursand bo'laman, chunki bizning ishimiz shu. Agar sizni ham uy joyingizni sotish kerak bo'lsa, mana bu tepada 97 kodi bilan 422 27 75 nomerim turibdi. Meni nomerim telefon qilasiz, borib chiroyli qilib obzor qilib, Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda obzorlar qilib, joylashtirib, obunachilarimizga ko'rsatib, uy joy sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Xo'p, kelinglar. Salkam 10 metr, ichkarisi sal kengroq, 12 metr atrofida. Chegarasini ham ko'rsataman. Bu yerdagi binolarni bemalol buzib tashlaysiz. Katta kuchuk bo'lganda ham qo'rqmayman kuchukdan uncha. Xo'p, aynan mana shu joygacha. Mana ko'ryapsizlar, o'rtada joy bor. U joy bu qo'shniniki bo'ladi. Sizniki aynan mana shu qo'shnini devori bor-ku, shu devordan to'g'ri keladi. 2 sotuv yer maydoni. 1 sotugining narxini 20 ming dollar baholashyapti va ozgina sunnatiga o'tib beraman deyaptilar. Srochniy narxlarda sotilyapti. O'zi bu atrofda 25 ming atrofida savdo bo'layotgan ekan. Bular srochniy bo'lgani uchun 20 mingdan deyaptilar. Kelib, gaplashib, nima qurilish qilasiz, qo'shnilar bilan gaplashib, ma'qul kelsa, pulini berib savdolash xarid qilib olsangiz bo'ladi. Mana shu raqamlar, videoni tagidagi nomerlar uy egalarining nomeri. Men o'rtada dallollik qilib, maklerlik qilib 2-3% ga o'tirib katta pul yemayman. Arzimagan o'zimizning xizmatimiz bor, kelamiz, operatorimiz bor, men borman, kelamiz, rasxod qilamiz, uni montaj qilib, joylashtirib, xizmatlarimiz uchungina pul olamiz. U katta pul bo'lib ketmaydi. Shuning uchun bemalol sizlar ham uy joy sotmoqchi bo'lsanglar, ushbu raqamlarga telefon qilinglar. Instagram, Telegram kanallarimiz sirkalari opisaniyada obuna bo'lib olsangiz, lokatsiyalari bilan tashab qo'yaman. Har bitta obzor qilgan uy joylarimni. Demak, keyingi boshpanalarda ko'rishguncha, shunaqa chiroyli yerlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.